Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari, hurmatli представительlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Vogda aromat haqida ma'lumot olamiz. Uning uchun biz o'zimizni lichniy kabinetimizga kiramiz, ya'ni kompyuterni nomer, parollarimizni terib kirgandan keyin mana bu призовый programmamizga kiramiz. Mana Vogda aromat. Hozir ko'ramiz qaysi duxelarda Osek kompaniya ball beradi va shu olgan ballimizga qanaqa duxelarni almashtirib olsa bo'ladi. Shular haqida ko'rib chiqamiz. Menimcha kompaniyada уже ko'p narsalar o'zgardi. Menimcha bu ballarimiz ham o'zgargan bo'lishi kerak. Har doimgidek mana agar o'sha ballga uchastvovать qiladigan duxelardan ikkita olsangiz, 1 ball beradi mana. Qaranglar. Уже o'zgaribdi mana aytganimdek. Oldin 2 ballga duxe olsa bo'lardi. Hozir unaqa emas ekan. Kompaniya уже ko'proq narsa olishimizni уже xohlayapti. Ko'rib turganinglardek 5 ballga o'sha nima deydi, ballimizga xullas duxe almashtirib olsa bo'ladi. 1 rublga esa 7 ball kerak ekan. 7 ball to'plashimiz kerak ekan. Endi qaysi duxelar o'sha ballga ishtirok etadi? Mana hozir ko'rib chiqamiz. Mana Yeve duxelarimiz hammasi ishtirok etar ekan. Murskoy duxelar mana aytgancha mana bu yerda bir yo'li aksiyalarni ham ko'rib ketishinglar mumkin. Mana 1+1 mana bu Yeve duxelarimiz bilasizlar, уже ikkitasi uchinchisi podarkaga. Murskoy duxemiz уже 40% skidka уже ikkita olsa. Mana hammasi уже yozib qo'yilgan. Mana o'sha skidkaga ishtirok etadigan barcha duxelarimiz ham xullas ballga ishtirok etar ekan. Mana bu yerda mana при покупке 3 deyapti, ya'ni 3 ta olsa 40% skidka bo'ladi. Mana bularga esa 2 ta olsa 40% skidka bo'lar ekan. Mana lyuks naborlarimiz, novinka va eski versiyalari, attraction, mana luminat duxelarimiz, mana shu ko'rib turganlaringiz hammasidan olsangiz, kompaniya sizga ball beradi. Maxima. Даже to'daylar ham ishtirok etar ekan, mana ko'rib turganingizdek. Keyingisi bu Fox jurnalimizdagi duxelar hisoblanadi. Mana цена входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке представителя. Ya'ni bunga skidka bo'lmaydi, представительский skidka deyapti. Bilasizlar, bu naborlarimiz ham juda ham zo'r chiqqan. Hozir nima deydi, ikkita nabor olgan qulayroq, ya'ni Vogadni anchagina arzon. Mana narxlari ham bemalol ko'rsatib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Mana shu duxelarni mana hammasini ko'rib chiqdik. Shular hammasi ballga ishtirok etadi. Endi keyingisi 99 rublga, mana 5 ballimiz bo'lsa 99 rublga almashtirib oladigan duxelarimizni ko'ramiz. Novinka duxelar qo'yilibdi. Fairway Royal degan duxe mana novinka chiqqan. Purblankani novinkasi. Mana bu duxening nomi nima ekan buni? Mana ko'rib turganinglar, mana shu uchalasi. Purblanka 99 so'm, Royal 149 so'mga almashtirib olasiz ekan. Mana bu duxeni ham 99 rublga almashtirib olasiz ekan mana. Endi agar 5 ball emas, 7 ball to'plagan bo'lsangiz, xuddi shu hozirgi ko'rgan 3 ta novinkamizni atiga 1 rublga olishingiz mumkin mana. Aytib o'tganimdek, qancha ko'p narsa olinsa, qancha ko'p zakaz yig'ilsa, shuncha o'zimizga foyda. Mana ko'rib turganinglardek, mana boshqa yo'q, mana duxelar, конечно, oz bu safar, faqat novinkalar qo'yilgan. Ballarimiz ham o'tgangi safargilardan ancha ko'paygan, ya'ni 5 ballga faqat 99 rublga alishtirib olsangiz bo'lar ekan, xullas kalom mana.
hammaga tushunarli deb o'ylayman. Agar tushunmagan savolinglar bo'lsa, albatta Telegram, WhatsApp orqali yozinglar yoki shu YouTube'da kommentariyaga yozib qoldirsangiz, savolinglarga javob berishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.